Hamma videoda oxirigacha ko'rsak, ko'pchilik narxini aytyapti, aytmayapti. Shunga biz yoshi kattamiz, sal video ko'rishga toqatimiz yo'q deganlar uchun Xudo xolasa videoni boshidanoq narxlarni aytishga harakat qilamiz. Oxirigacha ko'rib tursalaring, shart-sharoitlari, to'lov masalalari, hamma narsasini Xudo xolasa sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Videoda boshidan narxini aytganimiz uchun Xudo xolasa videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa bugun Hikmat Travelga yetib kelganmiz. Abdug'offor akani oldilariga to'liqroq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Aka, bizni yosh kattalar ko'proq kuzatishadi. Hali videoda oxirigacha ko'rgani bolam toqatim yo'q deyishadi. Shunga boshida narxlarni aytsa nima deysiz aka? Xo'p bo'ladi. Xo'p, narxlardan tushadigan bo'lsak, birinchi Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizni narxini $995 qilib beramiz. Toshkent Jidda to'g'ridan to'g'ri reys. Endi vizalari bo'lsa, agar viza 1 yilga beriladi. 1 yil bo'lmagan, to'lmagan bo'lsa viza olinganiga, agar vizalari bo'lib turib bizga murojaat qilishadigan bo'lsa, $895 ga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha umra safariga borsa ham bo'laveradi. Demakki, vizaga $100 minus bo'ladi vizalari borligi uchun. Viza to'lovi demak $100 ekanda baribir. Zo'r. Vizalar bo'lsa arzonroq bo'ladi. Kunlari avgust-iyul oyiga reyslarimiz qo'yilgan. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha iyul oyini reyslarini kunlari 9-iyul, 13, 16, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimiz. Primoy reys. Mana bu reyslarimizni narxini $995 qilib beramiz. $995 qilib beramiz. Endi Toshkent bizga go'zallik qiladi, biz vodiydan boramiz deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizni kunlari xo'p 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 va 31-iyulda kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $1025 qilib beramiz, xudo xolasa. $1025 qilib beriladi. Gap yo'q. Inshaalloh. Mana narxlarni aytdik. Shuning uchun ham bitta videoga like bosib qo'yinglar. Endi shart-sharoitlarni tushuntirib o'tamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, gostinitsalarimizni uzoqligi Madina Munavvarada 200 metrdan 300 metrgacha. 200 metrdan 300 metrgacha yaqin bo'lar ekan. Juda yaqin bo'ladi. Madina Munavvarada ko'p gostinitsalar yaqin, xudo xolasa. Xo'p, Makka Mukarramada eng yaqini 800 metr, eng uzog'i 2 kilometr. O'sha oraliqda bo'ladi. O'sha oraliqda bo'ladi. Qaysi gostinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushishadi, xudo xolasa. 800 metrdan 2 kilometrgacha. Endi bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Endi Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohatlari ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Endi 50 bosh xizmati deydiganlar uchun, xudo xolasa iloji boricha aeroportda 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Agar mabodo 50 boshimiz Jiddada bo'lib qoladigan bo'lsalar, battan yo'l boshchi bo'ladi. Jiddada aeroportda 50 boshimiz kutib olishadi, xudo xolasa. Demak, o'zlari ketishmaydi samolyotda. O'zlari ketishmaydi. Yo'l boshchi bo'ladi. Yo'l boshchi bo'ladi. Yo'llarda yo'l boshchi bo'ladi. Xudo xolasa yo'l ko'rsatib ketiladi. Inshaalloh. Gap yo'q, zo'r. Keyin undan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi va vizalarini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Vizalarini chiqarib beriladi. Undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi to'lov masalalari bo'yicha xo'p, ofisga kelib to'lov qilaman deydiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatlarda ofislarimiz bor. Xo'p, Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor ofislarimiz, manzillari. Xo'p, ofisga kelib xohlasa o'sha rasmiy kassalarimizga to'lov qilib, kvitansiyalarni olib ketsa bo'laveradi. Yo'q bo'lmasa, xohlasa mashina nomida telegramlarimiz bor. Telegramimizga aloqaga chiqib, qizil pasportlarni tashlab berishsa, joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib, aeroportdan uchib ketishaveradi. Joylarni rasmiylashtirib qo'yiladi. Rasmiylashtirib, bron qilib qo'yishaveradi. Qanaqadir miqdor zakat tashlab berilsa, vizalari chiqqandan keyin aeroportga borgandan keyin qolgan to'lov qilsa ham bo'ladimi? Bo'laveradi. Bo'ladi. Bemalol shunaqa qilinadi. Shunaqa qilinadi. Telefon qilsa, hammasini tushuntirib beramiz. To'liq qilib tushuntirib beriladi. Ularga qaysi tomonlar udobniy bo'lsa, o'sha yo'lga yuraveramiz. Qulay bo'lsa. Qulay bo'lsa. Xolasa to'liq to'lov qiladi, xolasa yarmini to'lov qiladi yoki zakat berib qo'ysa, qolganini aeroportda tushib ketishdan oldin to'lov qilsa bo'ladi. Xudo xolasa. Menimcha aka hammasini tushuntirib o'tdik. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, obunachilar telefon qilishadi, chiroyli qilib yana ma'lumotlarni berasiz. Pastda Abdug'offor akani o'zlarining nomerlari turibdi. Hikmat Travel aytib o'tganimizdek, o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda, xudo xolasa, chiroyli sharoitlarda sizlarni umra safariga jo'natishga yordam berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.